Agar siz pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki pensiya jamg'armasi ayrim holatlarda to'lovlarni ogohlantirishsiz yoki juda qisqa muddat ichida to'xtatishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik odamlar to'lov nega kelmay qolganini bilmaydi. Idoraga borguncha vaqt o'tadi, hujjatlar kechikadi, keyin esa bir necha oylik pulni qayta tiklash qiyinlashadi. Men bugun sizga pensiya va nafaqa to'lovlari nima sababdan to'xtatilishi mumkinligini, ular odatda sukut saqlaydigan yoki oddiy odamga tushuntirib bermaydigan 6 ta asosiy sababni batafsil aytib beraman. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, vasiylari, nogironligi bor fuqarolar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa oluvchilar uchun ham kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishni vaqti eshitgan odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Oldin ko'pchilik pensiya va nafaqa masalasini juda oddiy tushunardi. Odam hujjatini topshiradi. Pensiya tayinlanadi. Har oy kartaga yoki pochta orqali pul keladi. Tamom. Pensioner boshqa viloyatga ko'chsa ham, vaqtida xabar bermasa ham, bank kartasi muddati tugasa ham, ayrim hollarda to'lovlar ancha vaqt davom etaverardi. Ya'ni tizim ko'proq qog'oz hujjatlarga, mahalla ma'lumotlariga, pochta xodimlari bildirgan xabarlarga tayanardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Pensiya jamg'armasi, FHDYO, soliq, banklar, migratsiya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bandlik organlari va boshqa tizimlar ma'lumotlarni solishtiradi. Bir joyda nomuvofiqlik chiqsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi, tekshiruvga tushishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Masalan, tizimda odamning yashash manzili o'zgargani ko'rinsa, lekin pensiya jamg'armasiga yangi manzil bo'yicha ma'lumot yetib bormagan bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Yoki nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy xulosa yangilanmagan bo'lsa, nafaqa avtomatik ravishda to'xtab qolishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, odamlar buni ko'pincha jazo deb o'ylaydi. Aslida har doim ham jazo emas. Ba'zan bu tekshiruv, ba'zan hujjat yetishmasligi, ba'zan elektron tizimdagi xato, ba'zan esa fuqaroning o'zi vaqtida xabar bermagan bo'ladi. Lekin natija bitta pul kelmaydi. Shuning uchun men hozir asosiy 6 sababni birma-bir tushuntiraman. Pensiya yoki nafaqa to'lovlari to'xtashining eng ko'p uchraydigan sabablaridan biri shaxsiy ma'lumotlardagi farqdir. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin amalda minglab odamlar aynan shu sababdan qiynaladi. Pasport almashtirilgan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana bazada boshqacha kiritilgan, JSHIR raqam noto'g'ri bog'langan. Bank kartasidagi ma'lumotlar pensiya jamg'armasi bazasidagi ma'lumot bilan mos kelmagan bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensioner ayol turmush o'rtog'i vafotdan keyin familiyasini o'zgartirgan, yangi ID karta olgan. Lekin pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotni yangilamagan. Birinchi oy pul kelgan, ikkinchi oy kechikkan, uchinchi oy esa umuman tushmagan. Bankda kartangiz ishlayapti deyishgan, mahallada biz bilmaymiz deyishgan. Oxiri pensiya jamg'armasiga borganda eski familiya bilan yangi hujjat mos kelmagani aniqlangan. Mana shunday vaziyatda odam aybdor bo'lmasa ham to'lov vaqtincha to'xtaydi. Yana bir misol. Erkak kishi 63 yoshga to'lib pensiyaga chiqqan, hujjat topshirgan, lekin mehnat daftarchasidagi ism Abdurahmon, pasportda esa Abdurahmon bo'lgan. Bitta harf farqi ham tizim uchun muammo. Chunki pensiya hisoblashda har bir ish staji, har bir sug'urta badali, har bir ish joyi aniq shaxsga bog'lanishi kerak. Agar ism familiyada farq bo'lsa, tizim uni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Natijada qo'shimcha tekshiruv talab qilinadi. Bu yerda kim xavotir olish kerak? Yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar, familiya o'zgartirganlar, bank kartasini yangilaganlar, doimiy yashash manzilini o'zgartirganlar. Hujjatlarda eski kiril yozuvi va yangi lotin yozuvi orasida farq borlar ehtiyot bo'lishi kerak. Kim kamroq xavotir olsa bo'ladi. Agar hujjatlaringiz bir xil karta faol manzil o'zgarmagan, pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, bu sabab sizga kamroq tegishli. Ko'pchilik bitta muhim narsani bilmaydi. Pensiya yoki nafaqa olayotgan odamning yashash joyi, doimiy yoki vaqtincha ro'yxati. Chet elga uzoq muddatga chiqishi to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Men chet elga chiqdingiz, darhol pensiya to'xtaydi demayapman. Masala boshqacha. Agar fuqaro uzoq muddat mamlakatdan tashqarida bo'lsa, tirikligi, yashash manzili, bankdagi operatsiyalari, vakil orqali pul olish tartibi tekshirilishi mumkin.
Masalan, bir pensioner Rossiyadagi farzandining uyiga 6 oyga ketdi. Pensiya kartasini esa qo'shnisiga qoldirdi. Qo'shni har oy bankomatdan pul yechib berdi. Bir kuni bank kartadan shubhali operatsiyalarni ko'rdi. Pensiya jamg'armasi esa pensionerning mamlakatda emasligi haqida ma'lumot oldi. To'lov vaqtincha to'xtatildi. Keyin pensioner qaytib kelib, shaxsan murojaat qilmaguncha masala hal bo'lmadi. Bu yerda asosiy muammo pensiya olish huquqi emas, balki pulni kim olayotgani va fuqaroning holati tasdiqlanmaganidir. Yana bir holat. Pensioner Toshkentdan Qashqadaryoga ko'chib ketdi. Lekin doimiy ro'yxatini o'zgartirmadi. Pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Pochta orqali oladigan to'lovi eski manzilga boraverdi. Bir necha oy pul olinmay qolsa. Tizim oluvchi mavjudmi? Manzilda yashayaptimi? To'lovni davom ettirish kerakmi degan savolni ko'taradi. Pochta qaytarma ma'lumot bersa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Bu ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, qarindoshlar boshqa viloyatda bo'lgan keksalar, nogironligi bor fuqarolar uchun muhim. Farzandlar ota-onasini boshqa joyga olib ketganda, keyin borarmiz deb pensiya jamg'armasiga xabar bermay yurmasligi kerak. Chunki bir oy kechikish mayli, lekin 3-4 oy o'tsa, masala murakkablashadi. Ayrim to'lovlar doimiy emas, ma'lum shartga bog'langan bo'ladi. Nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bolalar nafaqasi, parvarish puli, ayrim kompensatsiyalar shular jumlasidan. Agar shu shart tugasa yoki tasdiqlovchi hujjat yangilanmasa, to'lov ham to'xtashi mumkin. Masalan, u guruh nogironligi bo'lgan fuqaroning tibbiy xulosasi 1 yilga berilgan. U har yili qayta ko'rikdan o'tishi kerak. Lekin u oldin avtomatik davom etardi deb o'ylab, belgilangan muddatda tibbiy ijtimoiy ekspertizaga bormadi. Muddat tugagach, pensiya jamg'armasi bazasida nogironlik holati faol ko'rmaydi. Natijada nafaqa kelmay qoladi. Fuqaro keyin hujjatni yangilasa ham, ayrim holatlarda to'lovni qaysi kundan tiklash masalasi alohida ko'rib chiqiladi. Demak, birgina kechikish 1 oylik yoki undan ko'proq pul yo'qotilishiga olib kelishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida ham shunday. Masalan, marhum otaning farzandi 15 yoshgacha pensiya oladi. Agar u 15 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum shartlar asosida to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, tizim bola voyaga yetdi deb hisoblaydi va to'lov to'xtaydi. Keyin talaba men o'qiyapman-ku desa ham hujjat kerak bo'ladi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordamda oilaning daromadi, tarkibi, mol-mulki, avtomobili, ish haqi, aliment, boshqa to'lovlari hisobga olinishi mumkin. Agar oilaning daromadi oshsa yoki tizimda yangi ma'lumot chiqsa, nafaqa qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, oila avval kam ta'minlangan deb nafaqa olgan. Keyin oiladagi bir kishi rasmiy ishga kirgan va 3 million so'm maosh ola boshlagan. Buni yashirish mumkin deb o'ylash xato. Soliq va boshqa bazalar orqali bu ma'lumot ko'rinadi. Shundan keyin nafaqa to'xtatilishi yoki qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan odam pensiya jamg'armasi pulimni to'xtat deb o'ylaydi. Aslida muammo bankda yoki to'lov kanalida bo'ladi. Karta muddati tugagan, karta bloklangan, bank hisob raqami yopilgan. Fuqaroning ismi bank bazasida boshqacha yozilgan. Plastik karta boshqa odam nomiga rasmiylashtirilgan. Pensiya kartasidan uzoq vaqt foydalanilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasi 2024 yil dekabrda muddati tugagan. U yanvar oyida pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bank uni faol kartaga o'tkaza olmagan. Yoki bank yangi karta ochgan, ammo yangi hisob raqami pensiya jamg'armasi tizimiga bog'lanmagan. Bunday holatda odam ikkala joyga ham murojaat qilishi kerak. Avval bankdan hisob faolmi, pensiya tushumlari qaytganmi, karta bloklanmaganmi degan ma'lumotni oladi. Keyin pensiya jamg'armasiga yangi rekvizitlarni beradi. Pochta orqali oladiganlarda ham muammo ko'p. Pensioner uyda bo'lmasa, imzo qo'ya olmasa, vakolatnoma muddati tugagan bo'lsa, pochta xodimi pulni qaytarishi mumkin. 1 oy qaytsa, keyingi oy yana tekshiruv bo'ladi. Agar bu holat takrorlansa, to'lov vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli bor. Ayniqsa yotib qolgan, kasal, yurishi qiyin odamlar uchun oldindan ishonchli vakil tayinlash va vakolatnomani qonuniy rasmiylashtirish juda muhim. Men bu yerda alohida ogohlantiraman. Pensiya kartasini boshqa odamga berib qo'yish xavfli. Farzand bo'lsa ham, qo'shni bo'lsa ham, qarindosh bo'lsa ham, karta egasining o'zi nazorat qilishi kerak. Agar karta yo'qolsa, pul yechib olinsa, keyin isbotlash qiyin bo'ladi. Bundan tashqari,
bank xavfsizlik tizimi noodatiy yechimlarni ko'rsa, kartani bloklashi mumkin. Pensiya va nafaqa tizimida ba'zan ortiqcha to'lov aniqlanadi. Bu har doim ham fuqaro ataylab aldadi degani emas. Ayrim payt eski ish staji noto'g'ri kiritilgan, ish haqi ma'lumoti xato olingan. Ikki xil to'lov bir vaqtda hisoblangan, marhum shaxs nomiga to'lov davom etgan, oilaviy holat o'zgargan bo'lishi mumkin. Lekin tizim buni aniqlasa, pensiya jamg'armasi to'lovni to'xtatishi, kamaytirishi yoki ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, odamga 2 million 300 ming so'm pensiya tayinlangan. Keyin arxiv tekshiruvida uning bir ish joyidagi staji 5 yil emas, 3 yil bo'lgani aniqlangan. Pensiya qayta hisoblanadi va aslida 2 million 100 ming so'm bo'lishi kerakligi chiqadi. Bir necha oy davomida ortiqcha 300 ming so'mdan to'langan bo'lsa, jami qarzdorlik paydo bo'ladi. Fuqaro, men aybdor emasman, sizlar hisoblagansizlar deyishi mumkin. Lekin qonuniy tartibda ortiqcha to'lovni undirish masalasi baribir ko'tariladi. Yana bir og'ir holat. Pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlar bu haqda vaqtida xabar bermagan va karta orqali pul yechilgan. FHDG orqali o'lim qayd etilgach, tizim buni ko'radi. Shunda vafotdan keyingi davr uchun olingan pul noqonuniy hisoblanishi mumkin. Men bunday holatlarda qarindoshlarga aniq maslahat beraman. Yaqin inson vafot etsa, og'ir bo'lsa ham hujjatlarni vaqtida rasmiylashtiring. Dafn puli, qolgan pensiya, meros, bankdagi mablag'lar masalasi qonuniy yo'l bilan hal qilinishi kerak. Ortiqcha to'lov bo'yicha eng katta tuzoq shuki, odam xatni o'qimaydi, chaqiruvga bormaydi, telefon qo'ng'irog'iga javob bermaydi. Keyin qaror chiqib ketadi, ushlab qolish boshlanadi. Shuning uchun pensiya jamg'armasidan xat kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Agar rozi bo'lmasangiz yozma e'tiroz bering. Og'zaki men rozi emasman degan gap yetarli emas. Eng jiddiy sabab shu. Agar nafaqa yoki pensiya olishda noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa, hujjat soxtalashtirilgan bo'lsa, oilaviy daromad yashirilgan bo'lsa, shaxs vafot etganidan keyin ham pul olinayotgan bo'lsa, bir odam nomidan boshqa odam doimiy pul yechayotgan bo'lsa, bu oddiy texnik muammo emas. Bu huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oila sifatida nafaqa olish uchun ariza berilgan. Arizada oilada ishlaydigan odam yo'q deb ko'rsatilgan. Lekin oiladagi bir kishi rasmiy ravishda tadbirkor, ikkinchi kishi esa doimiy ish haqi oladi. Tizim buni aniqlagandan keyin nafaqa to'xtatiladi. Ortiqcha to'langan pul qaytarilishi talab qilinadi. Ba'zi hollarda materiallar tegishli organlarga yuborilishi ham mumkin. Yoki nogironligi bor fuqaro nomidan nafaqa olinadi. Lekin pulni vasiy o'z ehtiyojiga sarflaydi. Bunday holatlar ham uchraydi. Agar shikoyat tushsa yoki tekshiruv bo'lsa, to'lovlar muzlatilishi, vasiylik masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men doim aytaman, nogironligi bor. Yoshi katta yoki o'z huquqini himoya qila olmaydigan odamning puliga juda ehtiyot bo'lish kerak. Bu mablag' uning dori-darmoni, ovqati, parvarishi, yashash sharoiti uchun beriladi. Kim bu sababdan xavotir olish kerak? Hujjat topshirayotganda daromadni yashirganlar, boshqa odam nomidan pul olayotganlar, karta egasi bilmagan holda pul yechayotganlar, vafot etgan shaxs nomiga tushgan to'lovni olganlar, o'zgarishlarni ataylab xabar qilmaganlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Hamma hujjati to'g'ri, daromadi ochiq, to'lovni o'zi olayotgan, o'zgarish bo'lsa vaqtida xabar berayotgan odamlar. Endi juda muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchisi, to'lov kechiksa, bu har doim to'xtatildi degani emas. Ba'zan moliyalashtirish sanasi, bankdagi texnik kechikish, dam olish kunlari, bayram kunlari yoki tizim yangilanishi sababli indi o'tkin kechikish bo'lishi mumkin. Lekin 7-20 kundan oshsa, jim o'tirmaslik kerak. Ikkinchisi, pensiya va nafaqa bir xil narsa emas. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, bolalar nafaqasi, parvarish puli, kompensatsiya to'lovlari har xil qoidaga ega. Bir odamning qo'shnisiga to'lov davom etgani sizga ham davom etadi degani emas. Masalan, bir pensionerning yoshiga doir pensiyasi doimiy bo'lishi mumkin. Lekin boshqa odamning nogironlik nafaqasi tibbiy xulosa muddatiga bog'liq bo'ladi. Uchinchisi, men bilmaganman degan gap har doim ham himoya qilmaydi. Qonun bo'yicha pensiya yoki nafaqa oluvchi odam o'z holatidagi muhim o'zgarishlar haqida xabar berishi kerak bo'lishi mumkin. Manzil o'zgarsa, o'qish to'xtasa, nogironlik muddati tugasa, daromad o'zgarsa, oila tarkibi o'zgarsa, bank rekvizitlari almashsa, bu oddiy ma'lumot emas, to'lovga ta'sir qiladigan fakt. To'rtinchisi,
og'zaki murojaat yetarli emas. Ko'pchilik idoraga boradi, navbatda turadi, xodimga gapiradi, keyin men aytganman deydi. Lekin keyin nizoli vaziyatda buni isbotlash qiyin. Shuning uchun muhim masalada yozma ariza raqami, qabul qilingan sana, xodimning javobi, elektron murojaat raqami bo'lishi kerak. 5-si. Qarindosh orqali ish bitirishda ehtiyot bo'ling. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki qonuniy vakillik tartibi bo'lishi kerak. Men o'g'liman, men qiziman, men keliniman degan gap har doim ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa pul olish, hisob raqamini o'zgartirish, ariza berish, ortiqcha to'lov bo'yicha kelishuv qilish kabi masalalarda rasmiy vakolat talab qilinadi. Agar pensiya yoki nafaqa kelmay qolsa, birinchi qiladigan ishingiz vahmaga tushish emas, sanani aniqlash. Odatda sizga pul qaysi kuni tushardi? O'sha kundan necha kun o'tdi? Agar 1 yoki kun bo'lsa, bank ilovasini tekshiring. Karta faolmi, SMS kelganmi, hisobda cheklov yo'qmi? Agar 7 kundan oshsa, darhol harakat qiling. Birinchi qadam bankka murojaat qiling. Kartangiz muddati tugamaganmi, karta bloklanmaganmi, hisob raqami faolmi? Pensiya jamg'armasidan pul kelib qaytmaganmi, shuni so'rang. Agar bank pul kelmagan desa, keyingi qadam pensiya jamg'armasi. Agar bank pul kelgan, lekin qaytgan desa, sababini yozma yoki kamida ma'lumotnoma shaklida aniqlang. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, bank karta rekvizitlari, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, tibbiy xulosa. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'qish ma'lumotnomasi, vakil bo'lsa ishonchnoma olib boring. Pulim kelmadi deb og'zaki aytib qaytmang. Pensiya yoki nafaqa to'lovim qaysi sababga ko'ra to'xtatilgani yoki kechiktirgani haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman degan mazmunda arza bering. 3-qadam, arzingizga raqam oldiring. Qabul qilingan sana bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Telefon orqali gaplashsangiz, qaysi sana, qaysi bo'lim, kim bilan gaplashganingizni yozib qo'ying. Bu keyin juda kerak bo'ladi. 4-qadam, sababga qarab hujjat to'plang. Agar pasport ma'lumoti o'zgargan bo'lsa, yangi ID karta nusxasi va eski ma'lumotni bog'lovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar bank rekviziti o'zgargan bo'lsa, yangi hisob raqami ma'lumotnomasini bering. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertizadan yangi xulosa oling. Agar talaba farz bo'yicha to'lov to'xtagan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida yangi ma'lumotnoma topshiring. Agar manzil o'zgargan bo'lsa, yangi ro'yxat ma'lumotlarini taqdim eting. 5-qadam, agar to'lov noqonuniy to'xtatilgan deb hisoblasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda his tuyg'u emas, fakt yoziladi. Masalan, men falon sanadan buyon pensiya olaman. Falon oy uchun to'lov kelmadi. Bank ma'lumotiga ko'ra mablag' tushmagan. Hujjatlarim ilova qilinadi. To'lovni tiklash va kechiktirilgan summani to'lashni so'rayman. Shunday yozsangiz, masala aniq ko'riladi. 6-qadam, zarur bo'lsa yuqori tashkilotga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling. Lekin men har doim avval tuman bo'limidan yozma javob olishni maslahat beraman. Chunki yuqori idora ham quyi bo'lim nima dedi, sabab nima deb so'raydi. Qo'lingizda javob bo'lsa, shikoyatingiz kuchli bo'ladi. 7-qadam, hujjatlaringizni oldindan tartibga keltiring. ID karta nusxasi, JSHIR, bank rekvizitlari, pensiya tayinlash qarori, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, tibbiy xulosalar, o'qish ma'lumotnomalari, ishonchnoma, FHDYO hujjatlari alohida papkada tursin. Keksalar ko'pincha hujjatni bir joyga qo'yib, keyin topa olmaydi. Farzandlar ota-onasiga yordam berib, hujjatlarni tartiblab qo'ysa, katta muammolarning oldi olinadi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Har oy pensiya tushganini tekshirib boring. O'zi kelaveradi deb 3 oy qarab yurmaslik kerak. Ayniqsa dori darmonga, kommunal to'lovga, oziq-ovqatga shu pulga qarab turgan oilalar uchun bu juda xavfli. Agar to'lov kechiksa, darhol sababini bilish kerak. Vaqtida murojaat qilsangiz, ko'p masalalar tezroq hal bo'ladi. Demak, pensiya jamg'armasi to'lovlari odatda 6 ta katta sabab tufayli to'xtash yoki kechikishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik, yashash joyi yoki chet elga chiqish bilan bog'liq o'zgarishlar. Nogironlik yoki boshqa ijtimoiy maqom muddatining tugashi, bank yoki pochta tizimidagi muammo, ortiqcha to'lov va qayta hisob-kitob, shuningdek yashirilgan ma'lumot yoki qonuniy talab buzilishi. Eng to'g'ri yo'l kutib o'tirmaslik. Murojaat qilish,
hujjatlarni tartibga keltirish va har bir o'zgarishni vaqtida rasmiylashtirish. Agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya, nafaqa, boquvchisini yo'qotganlik to'lovi yoki nogironlik puli kechikkan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi viloyat, qaysi turdagi to'lov va necha kundan beri kelmayapti. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtda berilgan maslahat bir oilaning bir necha oylik pulini saqlab qolishi mumkin.